Assalomu alaykum hammaga. Bugungi kunlik tahlilga xush kelibsiz. Men o'zi haftani boshidan boshlab aktivdan berib bormoqchi edim, ya'ni kunlik tahlilni. Ozgina mazam bo'lmadi, 1 kun yotib qoldim isitma bo'lib. O'shani hisobiga mana Xudoga shukr bugun demak live trade'larga va savdolarga qaytdim va shu bilan birgalikda YouTube ga ham o'zimning kunlik ideyalarimni berishga harakat qilaman. Men bitta narsani test qilib ko'rdim, ya'ni ana shu haftalik tahlillarda alohida berib ko'rdim. GPUSD, DXY, Gold. Eng ko'p ko'rilgani mana shu HowUSD ga nisbatan bo'ldi, ya'ni mana shu meni auditoriyamga, ko'pchiligiga valyuta paralari emas, DXY emas, faqatgina mana shu Gold ko'proq qiziqqa o'xshayapti. GPUSD ga ham qiziqadigan odamlar bor, lekin ana shularni hisoblaganda baribir Gold birinchi o'rinda turibdi. Men o'zim ham odatda mana shu Discordda ham live trade'larda Gold amalga oshiraman. O'shani hisobiga xo'p, bugun Goldga kunlik tahlilni berishga harakat qilaman. E'tibor beradigan bo'lsak, og'alar bizda mana shu 4700 va 4500 diapazoni oralig'ida juda chiroyli nakapleniya sodir bo'ldi va ana shu nakapleniyadan keyin biz mana bu nuqtadagi 4800 dagi maksimum darajani 4 soatli switchamiz tanasi bilan juda chiroyli buzib o'tdi va undan keyin odatda men mana bu nuqtadagi FEG ni to'liq to'ldirilishi yoki bo'lmasam mana shu zonadagi order blokimizdan reaksiya kutayotgan edim. Hozirgi zapisimiz demak sizlar bilan Aziya sessiyasida bo'lyapti. Adashmasam O'zbekistonda ko'pchilik uxlab yotibdi hozir. Xo'p, ertaroq berishga harakat qilyapman shuning uchun. Qaranglar, bizda hozir mana FEG-imizga, mana shu 4 soatli FEG-ga 2 marta test qilindi va 2 marta test qilingandan keyin demak qoida bo'yicha mana shu FEG dan tanamiz bilan yuqorida yopildik. Mana shu nuqtani hurmat qilgan holatda va M5 time frame ga olib o'tadigan bo'lsak, M5 time frame da mana bu nuqtalarda kumush bilan SMT ko'rdim. Mana bu nuqtada haq bilan SMT. Xo'p, SMT bo'lgandan keyin mana shu 5 minutlik time frame dagi maksimum darajani buzib o'tdik. Mana bu nuqtadagi o'zidan oldingi maksimum darajani. Endi hozir agar aynan mana shu holatda market maker buy model deb turib hisoblaydigan bo'lsak, mana bu nuqta bizga mana bu yerdagi equal highlar yoki bo'lmasa mana shu tashqi likvidligida o'zini oladigan bo'lsak ham, mana shu buy side nuqtamiz bizga market makerda original consolidation deb hisoblaydigan bo'lsak ham, bugungi kun uchun mana shu rangeda 50% gacha yoki bo'lmasam 60% gacha buy ishlab ko'rsak bo'ladi degan taxmindaman. Ya'ni 4777 va mana bu nuqtadagi ichki likvidliklargacha, mana 4800 darajalargacha. Xo'p, qayerdan entry qilishimiz mumkin va qanaqa holatda entry qilishimiz mumkin? Mana shu narsani ko'rib chiqadigan bo'lsak, yaxshilab e'tibor beramiz. Xo'p, sal kichkinaroq qilib olaman. Bizda Aziya sessiyasi boshlangan o'zi o'rtoqlar. Hozirgi kunlik tahlilni sizlarga Janubiy Koreyadan turib beryapman. O'shani hisobiga bizda soat 11:17 bo'ldi. Shu uchun sizlarga ertaroq berishga harakat qilyapman. Xo'p, qaranglar, mana shu holatda ikki xil variantimiz bor. O'zi aslida mana bu Aziyani low'ni yechgandan keyin Londonda biza tasdiq kutgan holatda entry qilsak bo'laverar edi. Lekin hozir mana bu nuqtadagi, mana bu minimum darajalardagi kumush bilan SMT da hisobga oladigan bo'lsak, narx mana bu FEG nuqtamiz. Mana bu nuqta 4710, 4713 diapazonlari. Mana shu nuqtadan qisqacha risk qilib ko'rsa bo'ladi degan taxmindaman. Ya'ni mana bu nuqtadagi 4777 chiroyli raqam ekan, shuning uchun 4777 gacha
yoki bo'lmasam mana bu nuqtagacha, uzoqroq 4800 gacha. Bu yergacha ushlab tursak bo'lmaydimi deyishlar mumkin. Ushlab tursa bo'ladi, faqatgina bu nuqtaga borguncha u уже New York sessiyasi bo'lib ketadi. Diapazonimiz ham juda ham hozir katta, bu yerga borguncha balki ertaga borishi ham mumkin. O'shani hisobiga mana shu zonadagi ichki likvidliklarni target qilib tursak bo'ladi. Bu bizda birinchi variant entry uchun. Ikkinchi variantimiz qanaqa bo'lishi mumkin? Ikkinchi variantimiz mana bu nuqtadagi maksimum darajasi yangilangandan keyin bo'lib bezopasniyroq bo'ladi va undan keyin biz bitta optimal trade entry tortib olamiz mana bunaqa ko'rinishda. Va narx bizni optimal trade entry darajamizga kelganda mana shu nuqtadan entry qilib ko'rsak bo'ladi. Mana shu bizga yaxshiroq tasdiq bilan bo'ladi buy uchun. Hozirgi ko'rsatayotgan demak entryim ozgina agressivroq. O'shani hisobiga shu ikkita variant. O'zi aslida men mana shu Asia Low deyishgandan keyin Londonda yoki bo'lmasam New Yorkda entry qilib ko'rmoqchi edim. Lekin hozirgi SMT'larga hisobga oladigan bo'lsak, narxni birinchi yetkazib qo'yishi mumkin shu darajalarga. O'shani hisobiga. Demak, bizda ikkita entry turi bor. Birinchisi mana shu, agar hozir narx kelib qoladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam mana bu zona. Mana shunaqa holatda targetni demak amalga oshirsak bo'ladi degan taxmindaman. M15 time frame ga olib o'tamiz. Bizda mana shu yerda M15 dagi maksimum darajani yechsa, bo'lib bezopasniyroq bo'ladi entry uchun. Xullas, mana men sizlarga ikkita variant berdim. Qaysi birini tanlash o'zingizga bog'liq. Goldni bugungi holatda mana shu zonadagi eng maksimum yurishi mumkin bo'lgan darajasi mana bu nuqta deb hisoblayapman. 4800 diapazon oralig'i. Bo'lmasam sizlar bilan keyingi kunlik tahlillarda ko'rishib qolguncha xayr, salomat bo'linglar.